Dasturimiz davom etadi. Xorijiy tillarni o'qitishda har bir yangi metodika va zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonida ijobiy natija beradi. Ayni shu maqsadda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, Profi Deutsch va Germaniyaning Tilk ta'lim tashkiloti hamda O'zbekistonning Berlin shahridagi elchixonasi ko'magida nemis tili o'qituvchilari uchun malaka oshirish treningi tashkil etildi. Ahamiyatli seminar davomida ishtirokchilar zamonaviy metodika, interaktiv yondashuvlar hamda xalqaro baholash tizimlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni mustahkamlab, amaliy tajribalarni boyitmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mazkur dasturga respublika bo'yicha saralab olingan 20 nafar o'qituvchi jalb etilgan bo'lib, ular pilot guruh sifatida intensiv o'quv kurslarida ishtirok etmoqda. Trening davomida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv va o'yin elementlariga asoslangan metodlar, shuningdek, o'quvchi markazli ta'lim usullari bo'yicha bilim va ko'nikmalar mustahkamlanadi. Bu malaka oshirish kurslaridan ko'zlangan asosiy maqsad barcha hududlarda nemis tili o'qitish sifatini yaxshilash, o'qituvchilarning malakasini oshirish va shu bilan birgalikda ularni xalqaro til sertifikatlariga tayyorlash va o'sha til sertifikatlarining sohibi bo'lish uchun ishlarni amalga oshiryapmiz. Ikki bosqichda tashkil etilgan mazkur o'quv jarayonining birinchi bosqichi 23-mart sanasidan start olgan bo'lib, 29-mart kuniga qadar Toshkent shahrida an'anaviy, ya'ni yuzma-yuz shaklda o'tkaziladi. Oldimizda 2 haftalik mazmunli dastur turibdi. Birinchi hafta davomida janob Glesner O'zbekistonning turli hududlaridan tashrif buyurgan 20 nafar o'qituvchiga nemis tilini chet tili sifatida o'qitishni zamonaviy metodika va didaktikasi bo'yicha offlayn shaklda trening o'tkazadi. Ikkinchi hafta esa alohida ahamiyat kasb etadi. Unda darslarni onlayn shaklda samarali tashkil etish masalalari yoritiladi. Mazkur bosqich janob Ruben Grip tomonidan onlayn tarzda olib Ishonamizki, ushbu malaka oshirish dasturi O'zbekiston ta'lim tizimi bilan yanada chuqur va samarali hamkorlikni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Biz bu seminarda turli xil zamonaviy o'qitish metodlarini o'rganyapmiz. Undan tashqari biz hamkasblarimiz bilan turli xil tajriba, fikrlarimizni almashish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Va o'ylaymanki, bunday seminarlar va xalqaro sertifikatlar hozirgi kundagi chet tili o'qitish ta'lim tizimida juda ham katta rol o'ynaydi. Mazkur loyiha nafaqat nemis tili o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini oshirish, balki umumta'lim maktablarda til o'qitish sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.